Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana kechaga chiqargan videoyimizda mana hozir Namangan viloyat Pop tumanidan kelishdi. Mana 84,5 metrlik to'sin 220 kvadrat rassa olishdi. Chiroyli arzon narxlarda qilib berdik. Mana ko'rib olishyapti. Sizlarga ham zaruriyat bo'lsa, ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Yuklayotgan holatlari. Aka, qalay bo'lyapti yuklar? Bir taassurotlaringizni bildirib o'tamiz obunachilarimizga. Obunachilarimizga mana yaxshi yuk zagondan. Yo'qdimi aka? Kelishilgan narxda berildi. Gap yo'q aka. Ko'ngillarda bo'lgan bo'lsa kelib mana bemalol albatta qilsa bo'lar ekan. Ha, aka. Vodiy ichi Ponni, Andijon, Namangan, Qo'qon kelaveradi. Behijolat kutib olib, chiroyli qilib, shunaqa qilib dastavkasini ichida qilib beramiz. Akamiz ham mana 10 milliondan yuqori bo'lgan savdoda qildilar, dastavkasini ichida qilib beryapmiz mana. Popga ketyapti. Ko'rib olyaptilar mana tekshirib, kelishilgan holatda. 3 ta pachkadan 87 ta narsadan 80 ta olyapti. 7 ta eng yoqmagani qoladigan bo'lyapti mana. To'sinlar zo'r holatda xudo xolasa. Uni buzilib qolibdi, pachka uni. Ha, bo'ldi. Bo'ldi aka. Uni bilan 4 ta qoldi. Gap yo'q, 7 ta qoladi, o'pishim. Endi ana pachkadan chiqsa 7 ta qoladi, o'pishim. 87 tadan 80 ta o'rnura. Bol. Quruq narsalar ketdi mana. To'g'ri olib tashlab yuborasizlar. Aqa-baqa qilmasdan, quritmasdan, boshqa qilmasdan. Asa joyiga kelib bo'lgan narsalar. Hozir 2 metrlik vassi yuklaymiz endi. 2 metrga bag'i 2 metr, bir qator 4 metrlik vassalarimiz. Kvadrati 14 mingdan bo'ldi. Mana endi vassalilarimiz yuklanyapti. 220 kvadrat. Aziz yurtdoshlar, kimga shunaqa yuklar kerak bo'lsa, ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. 10 milliondan oshiq tovarga dastavka bepul mutlaqo 100%. Videoyimizga chiroyli bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. O'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossangiz obuna bo'lasizlar. Bizni kuzatib boringlar, xudo xolasa chiroyli yangiliklar ko'rsatib boramiz. Teralarimiz narxlari bilan tanishtirib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha.